Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar bilan Shaxsiy fikr kanalining navbatdagi sonida ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Uzoq tanaffusdan so'ng mana yana diydorlashmoqdamiz. Demak, bugungi videomizning mavzusi Yaqin Sharqga bag'ishlanadi. O'tgan hafta Misr G'azo bo'yicha o'z taklifini ilgari surgandan keyin, ya'ni Misr bilamiz G'azo bo'yicha arab davlatlari bilan kelishgan holda o'zining tinchlik rejasini e'lon qildi. Va bu tinchlik rejasini barcha arab davlatlari bir ovozdan qo'llab-quvvatladi. Hatto Saudiya Arabistoni va boshqa davlatlar ham, Iordaniya ham hattoki, chunki Iordaniya bundan oldin Iordaniya qiroli Abdulloh II Tramp bilan uchrashishga Vashingtonga borgan edi va bu uchrashuvdan keyin, ya'ni bu uchrashuvga borganda ommaviy axborot vositalaridan chiqqan ediki, Tramp bosim o'tkazishga harakat qildi Misr va Iordaniyaga G'azodagi insonlarni u davlatlar o'z hududiga qabul qilishi uchun. Iordaniya ham, Misr ham buni keskin rad etdi va Misr o'zining tinchlik rejasini e'lon qildi va bu tinchlik rejasini Arab Ligasi davlatlari barchasi to'g'ri-to'kis qo'llab-quvvatladi. Bu o'tgan hafta ro'y bergan edi. Demak, mana shundan keyin esa kutilmaganda mana kecha bayonotlarda chiqdiki, Tramp Hamasga so'nggi ogohlantirish berdi, ya'ni ultimatum e'lon qildi. Shu paytgacha tuzilgan sulh rejasini deyarli amalda nolga tengligini bildiradi. O'zi umuman ham bu tinchlik rejasini, ya'ni Hamas bilan Isroil o'rtasidagi adashmasam 40 kunlik deyilgandi, ba'zi bir manbalarda bir necha oylik tinchlik rejasi tuzilgan edi. Lekin shunda ham bu tinchlik rejasining qanchalik tinchlik rejasiga taraflarda amal qilinishi qanchalik realligi so'roq ostida edi. Ya'ni ko'proq bu yerda gap nimada edi? Isroilda edi, chunki Isroil shu paytgacha biror marotaba sulhga to'liq amal qilmagan. Har doim birinchi bo'lib Isroil tarafi sulhni buzgan. Bu safar ham shunday bo'lyapti. Demak, voqealiklar rivoji birinchi qanday bo'ldi? Birinchi navbatda boyagi Misr Arab Ligasi davlatlarining barchasini yig'di, rahbarlarini. Bu yerda Saudiya Arabistoni valiahd shahzodasi Muhammad bin Salmon, Arab davlatlar, boshqa Birlashgan Arab Amirliklari, Qatar va butun Arab Ligasi davlatlari Misrda yig'ildi va mana shu yig'ilishda Misr prezidenti As-Sisi o'zining tinchlik rejasini e'lon qildi va bu rejani barcha arab davlatlari qo'llab-quvvatladi. Adashmasam manbalarda keltirilgan edi. U yerda mana shu xazona tiklashga taxminan 50 milliard dollar atrofida mablag' ketar edi. Buni barcha arab davlatlari qo'llab-quvvatladi va bu kutilmaganda, ya'ni Saudiya ham qat'iy qo'llab-quvvatladi, juda qat'iy. Ya'ni ular Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari va boshqa davlatlar ham va Misr va Iordaniya ayniqsa. Chunki Misr va Iordaniyaning bu yerda pozitsiyasi juda muhim. Chunki bilamizki, Tramp harakat qilyaptiki, G'azo ahlini Iordaniya ikkiga bo'lib, bir qismini Iordaniyaga, bir qismini Misrga ko'chirmoqchi. Bu fonda esa har ikkala davlat rahbarlari ham, Abdulloh II va Misr prezidenti As-Sisi ham bunga jiddiy qarshilik qildi, ya'ni noroziliklarini bildirdi va ular qaytadan Misr yetakchiligida yangi reja tuzdi. Va yangi rejani, tinchlik rejasini G'azo bo'yicha barcha arab davlatlari bir ovozdan qabul qilgandan keyin va ayniqsa Saudiya Arabistonining qat'iy qo'llab-quvvatlovidan keyin bu Amerika, umuman AQSh va Isroil uchun juda qattiq zarba bo'ldi. Juda kutilmagan zarba bo'ldi. Ular buni kutmagan edi. Arablar bir ovozdan yakdillik bilan mana shunday qarorga kelishini ochig'i ko'pchilik kutmadi. Lekin voqelik rivoji mana shunga qarab ketayotgan edi. Arablar ham oxiri borib mana shunday qarashdiki, birlashib turib bunga ta'sir qilmasa, fikr qarshi chiqmasa, alohida bo'lgan holda qarshi turish qiyin edi Isroilga, ya'ni umuman Isroil va AQShga qarshi. Va mana shu bayonotdan keyin, ya'ni Misrning G'azo bo'yicha taklifidan keyin orqama-orqa bir necha kundan keyin Donald Tramp Hamasga ultimatum qo'yyapti. Ya'ni arab davlatlariga emas, Hamasga, ya'ni barcha nimalarni topshir, jasadlarni va garovga olinganlarni, agar ularni topshirmaydigan bo'lsa, umuman Hamasning so'nggi Hamas a'zosi qolguncha
nima deydi, ularni yo'q qilishga qarshi yana qaytadan operatsiya boshlashini e'lon qildi. Operatsiya boshlashini va buning uchun bundan o'tgan hafta ham ommaviy axborot vositalarida chiqqan edi. Adashmasam yo 8 yo 10 milliard dollar atrofidagi qurol-yarog'ni Amerika Isroilga yetkazib bergan. Ya'ni bir necha 10 milliard dollarlik qurol-yarog' yetkazib bergan Isroilga. Ya'ni mana shu shartnoma imzolagan. AQSh ruxsat bergan, ya'ni Donald Tramp. Bu nimadan dalolat beradiki, ya'ni bir necha 10 milliard dollarlik agar qurol-yarog', aviabombalar yetkazib berayotgan bo'lsa Isroilga, buni ortidan qurollar yetkazib bergandan keyin buni ortidan nima deyapti? Hamasga ultimatum qo'yyapti. Bu degani qirg'inga tayyorlanyapti, yangi qirg'inga. Katta ehtimol bilan ya'ni G'azoda Isroil va uning hamtovoqlari, ya'ni AQSh, mana bu terrorchi davlat, Isroil degan terrorchi davlat va uning homiysi, ya'ni terrorchi davlatning homiysi AQSh G'azoda yangi nima o'ylab topyapti hozir. Yangi mojaroni o'ylab nima deydi, boshlamoqchi. Bunga nima sabab bo'ldi? Birinchi navbatda bu Isroilning juda ham sharmanda bo'lgani. Buni oldin ko'rdik. Tinchlik rejasidan keyin har hafta Hamas har juma kuni garovga olinganlarni bosqichma-bosqich ozod qilish kerak edi va shunga yarasha Isroil tomoni ham Isroil qamoqda saqlanayotgan g'azoliklarni ozod qilish kerak edi. Bu umuman bosqichma-bosqich to'g'ri amalga oshirilib kelayotgan edi. Faqat nima bo'ldi bu yerda? Isroil alamiga juda ham Isroilga alam qilib ketdi, alamiga chiday olmadi, sharmanda bo'ldi. Nimadanki, Hamas bu yerda tantanavor ravishda ularni topshirdi. Qizil Xoch jamiyatiga ko'rdik, mediada ular juda ham yaxshi qurollangan, G'azo sektorida nima deydi, mana shunday anaqalarni asirga olinganlarni Qizil Xoch jamiyatiga topshirish marosimini shunday uyushtirdiki, shou qildiki, xuddiki bu yerda 1 yildan beri G'azoda uyushtirilayotgan, ya'ni Hamasga qarshi uyushtirayotgan genotsidi Isroilni umuman samara bermaganligini isbotlab qo'ydi. Ya'ni kimga qarshi kurashdi bu yerda? Ya'ni Hamasgami yo tinch aholigami? Ayon bo'lib turibdiki, tinch aholiga, o'zi shunda ham aniq bilar edik tinch aholiga qarshi genotsidligini, lekin bu yerda yana ham aniq bo'ldiki, Hamas a'zolari hech nima bo'lmaganda yana nima qildi? Chiqib kelib tantanavor ravishda yaxshi qurollangan epikrovkalarda, qurollarda nima qilyapti? Asirga olinganlarni topshiryapti. Bunga chiday olmadi Isroil hukumati va Tramp, Amerika ham. Ya'ni biz kimga shuncha qurbonlar, ular tomonidan berilgan qurbonlar, butun dunyoning oldida sharmanda bo'lgani, mana shu urush samarasiz kechganligining bir belgisi. Ya bunga chiday olmasa, yana bu yerda bunga chiday olmasdan nima qilyapti? Demak, Hamas hali bu yerda bor. Demak, Hamasda yo'q qila olmadi va bunga alam qilib yana qaytadan bu yerda genotsidni amalga oshirmoqchi. Va bu genotsid uchun afsuski mana bu terrorchi davlatning homiysi AQSh yana nima deydi, bir necha 10 milliard dollarlik aviabombalar va boshqa og'ir qurollarni Isroilga topshiryapti. Demak, bular nimadan dalolat beradiki? Demak, katta ehtimol bilan sulh kelishuvi deyarli o'z kuchini yo'qotyapti, asta-sekinlik bilan. Mana shu ultimatum qo'ygan bo'lsa, Tramp Hamasga ultimatum qo'yyapti. Albatta shunchaki emas, bu Isroilning bosimi bilan. Bilamiz, Tramp Isroil lobbisining qo'llab-quvvatlovi bilan prezidentlikka kelgan va u oxirigacha Isroilni qo'llab-quvvatlaydi va eng yomoni, agarda vaziyat mana shunday ketadigan bo'lsa, G'azoda, Yaqin Sharqda yana ham jiddiyroq muammo yuzaga kelishi mumkin. Isroil va AQSh nimasidan harakatlari atrofida. Demak, dunyo hamjamiyati bunga qanday qaramoqda, ayniqsa Yevropa. Umuman olganda Yevropa o'z dardi bilan ovora hozir, ya'ni Trampning nimasi bilan, sharofati bilan. Ya'ni Yevropa hozir umuman bundan keyin AQShni ham, Isroil muammosi bilan ham menimcha umuman shug'ullanmaydi. Ulardan maksimal darajada uzoqroq turadi. Chunki bu yerda nima deydi, Yevropaning Rossiya va Ukraina bilan bog'liq muammolar bor. Mana shu tarafdan aytish mumkinki, bu yerda demak Yaqin Sharqda agar qanaqadir muammo yuzaga keladigan bo'lsa, Isroil va AQSh ikkilanib qoladi, alohida qoladi va unga qarshi Arab ligasi hozir birlashyapti. Ularning maksimal darajada nima deydi, fikrlari jipslashmoqda. Bu albatta yaxshi, bir tomondan. Yomon tarafi esa bu Yaqin Sharqda, G'azoda yangi boshlanadigan mana shunday
harbiy harakatlar albatta bu tashvishga soladi. Chunki u yerda hali ham millionlab tinch aholi istiqomat qilmoqda. Demak, bugungi videomiz mana shulardan iborat. Fikr mulohazalaringizni kommentda kutib qolaman. Kanalga obuna bo'lib qolishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hacı baba, buna bala bo'lyapti o'zi. O'zingda, hamma ayb senda. Hukumat ishiga aralashmagin demaganmidim?